Juda ko'pchilikning talabiga binoan Qozog'istondagi sarguzashtlarning ikkinchi qismini boshlashga Xudo xolasa amin bo'ldik. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va oltindan ham baland bo'lgan bizning obunachilarimiz. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Yaxshi kayfiyatda qolamiz albatta va juda ko'pchilik akalarimizni yozishdi, Qozog'istondan ko'proq video qiling, iloji bo'lsa qanday boqilyapti, qanday ushalyapti va shu so'rovlarga sabab bilan Xudo xolasa ikkinchi qismni boshladik. Birinchi o'rinda har galgidek molxonamizni bir tomosha qiling. Tashqari harorati 20 gradusdan baland, lekin ichkarida agarda siz 1 soat, 1,5 soat turadigan bo'lsangiz, aniq bilaman siz sovqotib qolasiz. Bu ko'rayotgan angaringiz juda ham qulay sharoitda qurilgan ekan. Aynan devorlari bo'lsa bizda g'ishtdan, tepasi esa betondan. Lekin ichkaridagi mollarga esa juda ham ajoyib sharoit. Nimaga? Chunki tashqari issiq bo'lsa, ichkari har doim sovuq bo'ladi. Va ko'pdan ko'p ko'zim tushgan narsalari bu Qozog'istonda akalarimizni mana shunaqa qo'ralarda iloji boricha bularni qo'yib yuborib boqishar ekan. Endi bizda O'zbekistonda asosan boylab boqiladi, lekin akalarimizni qo'yib yuborib boqishar ekan va qisqa muddat, endi bir xillarda to'g'ri, ko'p muddatda, ya'ni qaysi holatda agarda yoshlikdan olingan bo'lsa, uzoq muddatda, agarda kattalari boquvdagi mollar esa qisqa muddatda. Bu qo'yib yuborib turib boqilganning plus taraflarini sizlarga sanab o'tamiz. Birinchidan, agarda siz mollaringizni qo'yib yuboradigan bo'lsangiz, yemishini tashab qo'yganingizdan keyin uni o'ylamaysiz. Bir-biri bilan talashib, bir-biridan qizg'anib, ular qo'rani shu ko'rinishda olib kelishar ekan, yalab qo'yishar ekan. Qo'pol qilib aytganida va ikki taraflama bo'lar ekan. Sizlarga bugun juda ham Xudo xolasa chiroyli video qilamiz. O'tgan safar juda ko'p akalarimizni rahmat yozishdi, boshqa qilishdi. Biz juda ham xursand bo'ldik va sarguzashtlarimizni davom etamiz. Bizning kanalimizda agarda siz mehmon bo'ladigan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qoling va agarda siz bizni obunachimiz bo'lsangiz, aka, layklarni gumillatamiz va Xudo xolasa bundan ham chiroyli videolarni olib sizlarga ko'rsatamiz. Endi esa biz akamiz bilan gaplashamiz, to'liq ma'lumotni olamiz. Qani endi boshladik. Akamizni ozgina kameradan uyalar ekanlar, shunga aybki buyurmaysizlar. Ular kamera ortidan gapiradilar, lekin Xudo xolasa o'sha hamma qiziqtirayotgan savollarga javoblarni olamiz. Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Xudo xolasa o'zbekchani zo'r gapirar ekanlar. O'zbekcha Xudo xolasa qo'ldan kelganicha bular bizga yoritib boradilar. Aka, birinchi savolimizni ozgina boshingizni ortib qo'ysak maylimi, aka? Mayli, hech yo'q. Bemalolmi? Xo'p, aka, birinchi savolim, molxonamizda mollarimiz nechta? 67 ta. 67 ta. 67 ta boshqa. 32 ta qaltarashki 2 yasharlar. Qolganlar patsos. O'xtay. Patsos degani o'sha 8 oylik, 7 oylik kirganlar. Bo'ldi, tushunarli aka. Necha mahal ozuqa beramiz bularga? Ozuqa 2 mahal. Azon kech. Azon kech qo'raqlay solinadi molga. Xo'p, ozuqa ratsionimizni ham gaplashamiz. Endi aka, birinchi savol o'sha nima? Yana ham qiziqtiradigan savolim bu molxona qilishni qachon plan qilgansiz va nima sababdan molxona qilgansiz? Bu molxona arenda bu. Aha. Arenda. Oylik arenda to'laymiz oyiga. Bu shu bu yerda bu SSR paytida solingan narsa bu. Soyuzning paytida solingan. Ishlama yo'q edi, axirlarini barini o'zimiz qilamiz. O'zingiz? O'zim ishlatganmiz axirlarini barini. Nima sizni shu mol yo'nalishiga yo'naltirdi? Mol qilishni. Qiziqda u mol bari. Mol boqsa odam maza qiladi. Ayniqsa erkak kishi agar mol boqadigan bo'lsa, uni gashti bor. Gashti bor. Gashti baribir boshqacha. Mana bitta misol, mollarni ko'rasiz, yeyotganini ko'rib bor-ku, odam qo'pol qilib yetganda kayf qiladi-da. Gashti boshqa buni. To'g'ri, yashang aka. Aka, bularni siz necha oylikdan boshlab olasiz va necha oygacha boqasiz? Bu o'ng tarafdagilar qaltarashki 2 yasharlar bular. Aha. Ularni 6 oy, uzog'i 7 oy boqamiz ularni. 6-7 oy boqasiz. Chap tarafdagilar 8 oy, 9 oyliklar. Bular olgan paytimizda shunday edi yoshlari. Aha. Bularni 8 oy, 7 oy, 8 oy, 10 oy
yilgacha ushlashga bo'ladi ularni. 1 yilgacha. Bo'ladi. Smela ushlay bersa 1 yilgacha. Xo'p, aka mana misol mollarni nech puldan olasiz mollarimizni? Hozir ko'rdim, sizda asosan Qozog'istonning oqboshi, angus, lekin bitta narsa hammasi chatishgan ekan, gibridniy mol ekan. Toza qonli semental yoki nima, oqbosh emas, hammasi gibridniy chatishgan. Tozalarni baqish невыгодно bizga. Ha, gibrid birinchidan qimmat yuradi ular. Asosi bo'lsin, paltarash bo'lsin, senasi qimmat yuradi. Ikkinchidan bizga o'sha yaxshi. O'sha variant yaxshi. Gibrid variant yaxshi. Arzonda pul arzon. Biz optim olamiz ularni. Bitta olmaymiz ularni. Optim olgandan keyin bizga o'shalar arzonga tushadi. Qayerdan olasiz aka? O'sha Uralskiy, o'zimiz Qozog'iston mollari bor. Qozog'iston местный mollari bular. Aqbosh, semental bor, angus aralash bor. O'z местный mollar bular. Gap yo'q. Aka, tsenasi qanaqa? Misol uchun 4 oyliklarni oladigan bo'lsa, yokida sutdan chiqqanlar. 4 oyliklar emas, 8 oyning yuqorisini olish kerak-da. 8 oydan yuqorisini. 1 yoshga yetgandan keyin sal o'sish to'xtaydi. Sal et go'sht yeydi, shunday bo'ladi. 4 oyliklar уже yilni ko'p baqish kerak ular. 8 oyliklarning kilosi necha kilo bo'ladi? 8 oyliklarning kilosi живой весga har turli bo'ladi. Bu yurgan plantatsiyasiga qaraydi-da, yayilgan, yayilma yeriga qaraydi. Живойga 250 kilo bo'lishi mumkin, 300 kilo bo'lishi mumkin 8 oyliklar. O'rta hisobda 250. O'rta hisobda 200-250 kilo bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Tsenasi? Tsenasi dollarga aytganda $500 olamiz. 8 oylikni. 250 ming tanga olamiz vaqtida. Hozir уже ular ketdi, ko'tarilib ketdi. $1000 ustiga chiqib ketdi hozir. Uxti, birga-bir ko'tarilib ketdi. Birga-bir ko'tarilib ketdi. Qarang, $500 ga 8 oylikni olyaptilar. Bizda yangi tug'ilgan novosmi, уже $500 degan. Mana mollar 250 ming tangadan olamiz. Biroq ichida yonda turgan qarasi ham bor-da. Bari standart kamaydi bizda. Qarasida bari 2 ta 3 ta kichkina bo'ladi. Bu hech kim sotmaydi uni sizdan. Bu yerda o 300 kiloligi ham bor ichida, 180 kiloligi ham bo'lishi mumkin, 200 ga yetadi. Ha, bo'ldi, tushundim. Demak, akalar suyuq qilib, qo'yiq suyuqdi. Gap yo'q. Demak, akalar biz shu narsani bilamizki, endi даже Qozog'istonlik akalarimiz ham mollarni olishganida qo'yiq suyug'iga olishadi. U tanlab, "Men molni olaman, buni molni olaman" degan narsa bo'lmas ekan ularning o'zida ham. Hozirgi paytga kelib, aka, mollarimizning narxi necha foizga ko'tarilib ketdi? Mana bugungi tsenani hisoblasak agar. Qiyin aytish, kundan kunga ko'tarilyapti. Kundan kunga. Qiyin aytish. Nimani hisobiga? Go'shtni eksport hisobiga. O'zbekistonga eksport bo'lyapti, Tojikistonga eksportga chiqyapti mollar, tiriklayin, go'shtlayin. O'zimizda ne deydi? Ob'yom ko'payib ketganda, chiqish ob'yom ko'payib ketdi mollarning. Soni ko'payib ketdi chiqishi. Bo'ldi, tushunarli. Masalan, yilga 2000 mol chiqish kerak bo'lsa, har yili bu yili bir 15000 molday chiqib ketdi-da o'zi. Uxti. O'zimizda yetishmovchilik paydo bo'ldi o'zi go'shtga. Semiz molda. Chorva ko'p u, chorva. Lekin haqiqatan chorva ko'p ekan. Chorva ko'p u. Xo'p, demak, O'zbekistondagi narx-navolarning ko'tarilib ketishi shu narsadan biz tushunib yetsak bo'ladi. Qozog'istonning o'zidan O'zbekiston kecha fermer akamiz bilan gaplashganimizda 60% mollarni O'zbekiston sotyapti. Demak, Qozog'istonning o'zida mol kamayib ketgan hisobiga Qozog'iston narx-navo ko'tarilyapti va O'zbekiston ko'tarilgan narxda sotib olganning hisobiga o'zimizda ham narx-navolar ko'tarilib kelmoqda. Gap yo'q aka, oziq ratsionni gaplashsak siz bilan. Har bitta molimizni necha kilodan yeyapti va tsenasi necha pulga aylanyapti? Aka, bu bizda nimani maydalangani? Bu jo'xori bug'doy. Jo'xori bug'doyi aralashmasi bu. Aralashmasi birga bir. Aha, bundan necha kilo beryapmiz aka molimizga? Bundan 8 bir qap beramiz, 40-45 kilo bo'ladi. 40-45 kilo. 40-45 kilo, 32 boshqa bu. Bir qap beramiz bundan. Bitta qo'raga значит. Ha, iriklarga, paltarashkalarga bundan bir qap beriladi. Ha, bug'doydan 2 qap beriladi. Bug'doydan 2 qop. Bunga aralashmasiga yana bug'doy qo'shib berilar ekan 2 qop. Toza bug'doydan 2 qap beriladi. Bitta qopimizda necha kilo bo'ladi aka? Bug'doy 50-55 kilogacha boradi, makka 40 kilo atrofida bo'ladi. Bu toza bug'doy bu. Marhamat. Bu bir mahaliga berilyapti. Endi hozir mana ekraningizda chiqib kelyapti. Necha kilo berilayotgani bitta qo'ramizga men bitta hisoblab yozib qo'ydim. Ko'rib olsanglar bo'ladi va narxiga keladigan bo'lsak aka, qancha narxi? Bug'doy hozir 100 tanga. Tangada o'zim tangada 100 tanga. Kilosi. Aha. Makka 80 tanga, 70 tanga har xil. Makka no qiynaldi aytishim. Bo'ldi, tushundim. Hozir men hisob-kitob qildim va narxini
bitta qo'ramizga necha pul ketayotganini ko'ramiz va u yerda 32 ta mol bor ekan, unga bo'lib turib mana shu narx kelib chiqyapti. Gap yo'q. Aka, sifati bo'yicha misol uchun O'zbekistonniki bilan farqi qanaqa? Yo'q, mayli O'zbekiston demaylik, boshqa bir nimalar bilan, tumanlaringlar bilan, viloyatlaringlar bilan solishtirganda sifati qanaqa? Aynan Turkistonniki. Sifat kuchli keladi va sifat yaxshi. Turkistonniki. Ha, sifati kuchli yaxshi. Kaloriyasi kuchliroq bo'ladi. O'xtay. Mesni o'zimizdan bo'laydi. Yer hisobiga klimatning issiqligi, sovuqligi bariga qaraganda o'sha Turkiston bo'laydi kuchli bo'ladi. Gap yo'q aka. Aka, qoplayaptimi? Qoplaydi. Hozir hisob kitob qiladigan bo'lsak, menimcha katta summa chiqib keldi. Shunga men o'ylayotgan narsam, har bitta molingizga shuncha pul ketkazadigan bo'lsangiz, qanaqa o'zi? Qoplaydi. Qoplaydi. Gap yo'q, akani boshqa sirlari bor yana. Aytyaptilar menimcha. Kuzda ko'ramiz endi. Gap yo'q aka, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizga kattakon, barakasini bersin. Xo'p, yemish to'g'risida gaplashdik. Bitta narsamiz qoldi, uni keyingi videoyimizda kutib qolinglar. Xudo xolasa O'zbekistonga eksport masalasi bo'yicha gaplashamiz va albatta like, agarda mana shu videoda eng kamida 2000 ta like bo'ladigan bo'lsa, eksport masalasi bo'yicha xudo xolasa sirlarini ochib, yo'l yo'riqlarini chiqarishga harakat qilamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun albatta like juda ham muhim. Mewstage, salom ejimlar.